Yo, barcha salom obunachilar, bugun sizlar bilan men yana kompotman. Bizning video roligimizga, ya'ni meni video roligimga xush kelibsizlar obunachilar. Bugun ko'rib turganingizdek menda kreativ bu va obunachilar ortimda juda ham katta ulkan uy bor. Nima uchun bunaqa ulkan uy va kreativda yuribsan deydiganlar bo'lsa, obunachilar nima desam bo'ladi? Videoni previewsidan yoki videoni nomidan kirganlar bo'lsa tushunadi. Agarda tushunmaganlar bo'lsa, mayli men tushuntirib beray. Hozir bizning qishloqda zombi apokalips kelmoqda ekan. Nima desam bo'ladi? Ekspertlar va shu mana bu nima deyilardi? Hokimiyatmi? Короче, shuni to'xtatishga harakat qilishibdi, lekin bu zombi apokalips juda ham katta tus olib ketgan. Bularni bir 4 dan 2 qismini to'xtatishgan, lekin qolganlarini, ya'ni o'sha qolgan qismi shu kelayotgan ekan bizning qishloqda. Shu sababdan obunachilar bizlar ko'rib turganingizdek mana shu uyni hozir himoyalashimiz kerak va zombi apokalipsdan himoya qilishimiz kerak o'zimizni. Qishloqlar bo'lsa, qishloqlar ham o'ziga bunkerlar quryapti. Qishloqlardan xavotir olmanglar obunachilar, biz hozir o'zimizdan xavotir olishimiz kerak. Va hozir ko'rib turganingizdek bizda juda ham zo'r ajoyib 13 ta mod bor. 13 ta modlarni orasidan qalab juda ham ko'p narsalarni olamiz, lekin hozir bundan oldin mana bularning barchasini buzib chiqishimiz kerak va xavfsizligini kuchaytirib chiqishimiz kerak obunachilar. Chunki buni qaranglar, juda ham nima desam bo'ladi, xavfli zombilar kelmoqda ekan. Zombilar bilasizlar tishlasa odamga yoqadi va yana agarda zombi apokalipsdan omon qolmasam, obunachilar qaytib videorolik chiqara olmayman. Shu sababdan hozir omon qolishga harakat qilyapman. Lekin videorolik boshlanishidan oldin bitta like va podpiska bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardim. Sababi obunachilar biza bilasizlar, obunachilarni ko'proq qilishimiz kerak. Qancha ko'p obunachi bo'lsa, biz ko'proq videolar chiqaramiz. Okay. Ya'ni juda ham zo'r, ajoyib sifatli videolar. Xohlasanglar seriallar kommentariyada yozib qoldiringlar. Okay. Mana bular lava yonib ketishiga oz qoldi. Ya'ni lava mana bu o'tlarni yondirib yuborardi. O't yonib ketsa, menimcha hech nima qilmasa kerak obunachilar, yoki o'tlar bir-biriga qarab yonib ketadi va keyin o'rmonlarga o'tib ketadimi yoki fantastika. Ha, obunachilar fantastika va obunachilar mayli. Mana bularni hozir qo'yib chiqdim. Ana endi mana bu yerda ko'rib turganingizdek bizada qanaqadir tikanlar bor. Tikanaklar deyilarmi yoki tikan deyilarmi, obunachilar mayli, umuman farqi yo'q. Ana obunachilar aytganimdek mana yonib ketishni boshladi. Lekin obunachilar e'tibor beramiz, hozir mana bularni qo'yib chiqamiz va mana bunday qilib qurib chiqamiz bittama-bitta. Menimcha juda ham zo'r ajoyib bo'ladi degan umiddaman obunachilar. Yana mana buni qo'yib chiqaman va ajoyib juda ham zo'r bo'ldi. Ana endi hozir nima yetishmayapti ekan, menga juda ham qiziq modlarga kiradi. Menimcha lazermikan obunachilar. Lazer bo'lsa ajoyibmikan? Bilmadim, lazer qo'ysammikan, a? Mayli, lazer qo'yib ko'raylikchi. Yuqoridan juda ham zo'r chiroyli va himoyali bo'lib tursa kerak obunachilar. Mayli, bo'lmasa hozir qayerdan qo'ysam ekan, a? Qiziq. To'xtanglar. Mana bunday qilib qo'yib chiqqani menimcha juda ham yaxshi. Okay, mayli. Bo'lmasa mana shunday qilib lazerlarni qo'yib chiqamiz. Juda ham xavfli bo'ladigan umiddaman obunachilar. Qaranglar lazerlarni. Nima desam bo'ladi? Hozir agarda survivalda bo'lganimda mana shu lazer qachonlar meni ikkiga ayirib tashlagan bo'lardi. Lekin obunachilar xavotirga o'rin yo'q. Buni qaranglar, lazerni qayergacha boryapti. Gap bo'lishi mumkin emas obunachilar, lazerga ham gap bo'lishi mumkin emas. Короче, obunachilar hozir buni endi atrofini yopib chiqishimiz kerak. Qanday qilib deydiganlar bo'lsa, obunachilar xavotirga o'rin yo'q. Bizada yopish, ya'ni to'xtanglar, hozir o'zi nima bilan, obsidian bilan yopsammikan, a? Menimcha obsidian bilan yaxshi bo'lsa kerak. To'xtanglar. Obsidian bo'lmayapti-yu, yoki obsidian bo'ladi. Mayli. Yuqoriga chiqib ketmasligi uchun obunachilar mana ko'rib turganingizdek yuqoriga chiqib nima deyilardi, yuqoriga chiqarmidi. Короче, mana bu uyimizni tomini yondirib yubormasligi uchun obunachilar. Mayli. Mana shunday qilib obsidianni mana shunday qilib qo'yib chiqamiz-da, keyin mana bunday qilib chiqamiz. Chunki sababi obunachilar lazerni to'sib turadi. Bir-biriga quvvat berib turadi va juda ham ko'p zombilar kelsa ham zombilarni qaytarib turadi. Okay. Menimcha juda ham zo'r bo'ldi. Ana endi obsidianni olib tashlasam menimcha yaxshi bo'lardi. Yoki obsidian turaversin obunachilar. Bilmadim. Mayli, hali endi yuqorisini olib chiqishimiz kerak. Qaranglar, lazer va juda ham balandligiga qaranglar. Bu yerdan odam tushib ketsa, oyog'i sinib ketishi aniq obunachilar. Menga juda ham zo'r fikr kelyapti obunachilar. To'xtab turinglar. IQ obunachilar. Qanaqa deydiganlar bo'lsa obunachilar. Nima desam bo'ladi? Oxirigacha tomosha qilinglar. Okay, mayli. To'xtanglar. Hozir bizda pushkalar qo'yishimiz kerak, sababi pushka nima deylardi o'zbekchada? Короче, obunachilar, hozir sizlarga ko'rsataman. Bu boshqacha pushka, ya'ni nima desam bo'ladi? Mana bu harbiylar uchun
to'xtanglar hozir temir olaydi, temir to'xtanglar. Ana temirni hozir qo'yamiz-da. Harbiylar uchun nima desam bo'ladi, yasalgan pushka, lekin obunachilar bu biza bemalol uni ishlatsak bo'ladi adashmasam. Okay. Xo'sh, mana shunday qilib qo'yib chiqamiz, chunki qotib turishi kerak, mustahkam bo'lib turishi kerak obunachilar. Prosta turish baribcha yaxshi emas. Uyqum ham kelib ketyapti obunachilar, bilmadim. Mayli, odam juda ham ko'p ishlagandan odam charchayapti menimcha. Bilmadim, mayli, mana bunday qilib qo'yib chiqamiz. Va endi mana shunday qilib dirs mana shunday va mana shunday ajoyib bo'ldi. Ana endi mana bu yerdan qo'yib chiqamiz. Voy, bu tushunmadim, bu yana nima quryapsan deydiganlar bo'lsa, hozir ko'rsataman obunachilar. Xavotirga o'ring yo'q, hozir sabr qilib tursanglar bo'ldi. Nima vertolyot parragini quryapsanmi deydiganlar bo'lsa, yo'q obunachilar, lekin o'xshab ketadi. Yana mana bu o'ylayotgan bo'lsanglar kerak. Hozir bu vertolyot parragini qo'yapti. Zombi apokalips kelib qolsa, uyga qulab ketishiga oz qolsa, nima desam bo'ladi? Uy qulab ketishiga oz qolsa, vertolyoti bilan uchib ketib qoladi deydiganlar bo'lsa, no bro, you're wrong guys. Ya'ni nima desam bo'ladi? Sizlar xato o'ylayapsizlar, chunki obunachilar hozir masalaga ko'rsataman bu nima uchunligini. Va video rolikda sal boshroqda aytgandim, pushkalar bor bizga harbiylar uchun moslashgan. Ya'ni endi hamma narsa bor bizga, chunki biz kreativda biz obunachilar, xavotirga o'rin yo'q. Okay. Mayli. Nima deylardi? Akay deylarmidi? Bitta nima edi? Instagramdan bitta o'qituvchini ko'rib qolganim obunachilar, nima edi? E'tiborga olmaysizlar. Okay. Yana okey deyapman, bor. Nima bo'lyapti menga o'zi bor, miyam charchatda bor. Miyamga dam oldirishim kerak. Va obunachilar sizlar kutgandeklar okey deyishimni, lekin okey demaymiz obunachilar. Voy, nima deyapman o'zi? Bor, miyacha charchabdi. Mayli, obunachilar, hozir umuman nima edi? Mana chalg'ishga umuman hojat yo'q. Hozir mana shunday qilib tomlarini yopib chiqamiz va ozginagina mana shunday qilib yopib chiqamiz. Obunachilar, odam juda ham charchab ketdi, bilsanglar kerak, ovozim ham pasayib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin bilmadim. Mayli, mana bunday qilib hozir eshiklarni qo'yib chiqamiz va temir eshik, chunki yuqoridan, ya'ni mana uchadigan zombilar kelib qolishi mumkin, ya'ni mana qushlar zombi bo'lib qo'ygan bo'lishi mumkin. Endi kutsa bo'ladi obunachilar, kutsa bo'ladi bulardan. Mayli. Okay, xo'sh. Yana okey deyapman, bor. Oh my god. Mayli. E'tibor bermaysizlar. Prosta e'tibor bermasdan bemalol ko'raverasizlar obunachilar. Va yana bir marta video rolikni boshida eslatganimdek obunachilar, bitta like, podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Va mana ko'rishingiz mumkin, bizda juda ham zo'r pushka turibdi, mana ko'rishingiz mumkin. Nima desam bo'ladi? Luboy gigant zombini bitta otishda yo'q qilib yuboradigan pushkalar obunachilar. Bu esa kichkina zombilar uchun dirr qilib otadi obunachilar va yuqoridan keladigan qushlarni uradigan nima desam bo'ladi? Moslama deylarmi obunachilar? Sorry guys, sorry obunachilar, uzr so'rayman. Endi tomoqqa shu tomog'imiz ozginagina og'riyapti, sababi yaxtakina bir kollej ichib qo'yganda obunachilar. Endi shunday issiq kunda, ya'ni shunday yozda obunachilar isib ketyapsizlarmi sizlar ham? To'g'risini aytinglar. Ko'chaga chiqib bo'lmaydi, bor. Ko'chaga chiqsam bor, kuydirib tashlaydi, bor. Mayli. Ana endi mana shunday qilib bu bizlarni ya'ni bizga yordam kerak bo'lib qolgan payti, bizlarni do'stimiz yoki birorta harbiy kelgan payti vertolyot qo'nish uchun mana shunday H harfini qo'yib qo'yamiz. Nimaga H vertolyot V harfidan boshlanadi deydigan bo'lsa, obunachilar, lekin o'zi ingliz tilida helikopter deyiladi adashmasam. Helicopter deyiladimi yoki nimadir deyiladi. O'zimcha chala ingliz tilini obunachilar e'tibor bermaysizlar, lekin ko'rishingiz mumkin, mana bunday qilib H harfini qo'yib qo'yamiz, chunki o'sha aytganimdek. Va endi hozir yana nimalarni qo'ysam ekan? Xuni qaranglar obunachilar. Bu yerda sandiqlar ham ko'payib ketibdi. Mayli, nima bo'lganda ham obunachilar, axir bu apokalipsdan biz omon qolishimiz kerak. Mayli obunachilar, umuman hozir e'tibor bermagan holda nima desam bo'ladi? Bilmadim. Nima qilsak bo'lar ekan? Mayli, lekin menimcha juda ham zo'r ajoyib bezadim deb o'ylayman, yoki dekoratsiyada muammo bormi obunachilar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Lekin mun qaranglar. Haqiqatan, voy, mana bu yerga tiqib qoldi. Hech qisi yo'q. Nima deyotgandim? Haqiqatan juda ham zo'r ajoyib bo'ldi deb o'ylayman. Qaranglar, haqiqatan o yuqorisi vertolyot parayiga o'xshab qolgan. Xuddi birki nima edi, mana bu mayda, ana zombilar buzib kirsa, mana bu uy uchib ketayotgandek, ya'ni ketadigandek. Lekin obunachilar unaqa emas, bu uyni ko'tara olmaydi. Даже o'zini ko'tarib o'tsa ham katta gap obunachilar bu parray. Lekin nima bo'lganda ham obunachilar, men qaranglar, orqadagi lazer, yuqoridagi pushkalar va yana nima ekan? Pastdagi lava, tikanaklar va yana boshqa narsalar. Obunachilar, lekin gap bo'lishi mumkin emas deb o'ylayman obunachilar, lekin juda ham zo'r deb o'ylayman. Yana ham bilmadim. Agarda birorta
aytsam bo'ladi. Savolinglar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar va nima aytsam bo'ladi, anavi zombi apokalipsisni ko'rish uchun, ya'ni zombi apokalips, ya'ni zombilar hujum qilganini va biz unga qayta hujum qilganimizni ko'rmoqchi bo'lsanglar, zombilarga qarshi to'g'rirog'i kurashganimizni kommentariyada yozib qoldiringlar va like bosib qo'yish esinglardan chiqmasin obunachilar. Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Xayr, sog', salomat bo'linglar obunachilar.